Yaxshimisiz do'stlar, men yandan bu ham bugun sizlarga so'zlaydigan kinoimiz bo'lsa, bir meyib musiqat bolaning kiyimni oz kiygan bir cho'kanning uyiga kirib kelib, balada qolganlik to'g'riliq hikoyani so'zlaymiz. Bosh personaj Rojar bir kuni diqqatsizlikdan jalloqini qilib bir qiz bola o'sib oladi. Bu qiz bola Rojarni ko'rib, "Siz nima bunday shay oshxonamga berib yonimni jepramsiz?" deb oshxonasiga olib bordi. Hamda Rojarni aldab silab o'zini muhabbat qilib oldi. Aldab silagan yerlarini o'zingga ayrim ko'ruvdan. O'ylamagan yerda Rojar amaliyotda aldamchi bo'lib, u tordan sitib olgan 2 so'mlik mayton bilan haqlarni olib kun o'tkazadi. Xomsizligini qara. Shunda kunlarning birisida u xaridori Kayfonxonning uyiga berib qoldi. Kayfonxon shunda kayfonlik bilan uni uyiga boshlab kirib, erining o'ligini ko'rsatib qo'ydi. Rojar qo'rqqanidan "Oh my god, men ko'p yangi sevolay" deb o'zining ishini qilaverdi. Kayfonxondan bo'z bir chetdan qarag'udan ansirab, bir chetdan oshinsi Gorin Seksina bilan birlikda yo'ldishini chamadonga ching silib, uzun safarga yo'l qisab qo'ydi. Uydan o'pir-dupir qochib chiqqan Rojar bu ishni yuqoriga ma'lum qilmoqchi bo'lib, Bardig'ayaga bordi. "Yaxshimisiz efendim, men sizga qiqqos bir ishni ma'lum qilmoqchi. O'ylamagan yerdan dal mushchaqda Gorin Seksina ichidagi ishxonadan mengib chiqdi." Oh shit. Yana efendim, qanday qiqqos xabar batdi. Mening mushkim yutib ketdi. Shabrut bu ishni bana qilib Rojarning uyiga berib oldi. Hamda Rojarning Pangbayji yashovga tiqqiq juqmag'aligidan qattiq norozi bo'ldi. Kayfonxonning yo'ldishi davliq Hindiston cho'lpini So'riyaga javob bo'lib, uning yo'qolib ketgani butun Hindistonni zilzilga keltirdi. Ansaq yo'lchingizda qarib nimagini ketdi deydi, shundami? Ansaq do'ying oldin qismlarning hammasini yutibdi deydi, shundami? Ansaq ko'rib bilib densaga bo'lganlar gibroyib qoldi deydi, shunda. Kayfonxonning udul qo'shnisi G'ayvatxondan amaliyotda jiq sirlarini biladi. G'ayvatxondan munosabatli xodimlarga mundoq deydi. Voy balam, mush cho'kanning uyiga doim bir shabrut kirib ketadi. Andan yuqori tuvan narxida ovozlarni anglaydi. Ey nomusim. Ishlarning oshkorlanib qilishdan ansirgan Kayfonxon qo'shnisini do'ngzuv chiqargan piti tez suratda birinchi qavatga tushib qo'ydi. Uyda g'it qisib o'tlamay kelib qolgan Rojar bu ishlarning hammasini ko'rib qoladi. Rojarning rost yog'on qarg'u ishkanligini bilmagan Kayfonxon udulli uning uyiga izlab keldi. Mana kim bu? Yaxshimisiz? Vaqt yetishmadi bu qismda. Tuturuqsiz bano bilan uyiga kirib olgan Kayfonxon Rojarning rost yoki yolg'on qarg'u ishkanligini isbotlash uchun har xil omillarni ishlatib qoldi. Bu omillarning asqatmaganligini bilgan Kayfonxon "Ishton salaymi, zahar salaymi" degan to'g'riliq o'ylash qilib, oxir zahar silishni yetib keldi. Ay, birinchi amalmi bo'ladi-ku. Qani Rojar, charpta osmoniydan ishib shir bo'lib ketding. Nima? Shir bo'lamdim? First blood. Dal mushchaqda Rojarning qistosi tuyuqsiz paydo bo'ladi. Yaxshimisiz? Navbat man keldimi? Va yo'q. Ding dong. Yaxshimisiz? Rojarni izlab kelgan? Xo'sh, mundaq demamsiz. Qattiq umidsizlangan Mobti Finshupa Janan deb ketib qoladi. Xo'p, o'g'onga Rojar o'zining qarg'u qog'aligidan intohin cho'chib ketib, o'ksib yig'lab ketadi. Isbotni pok-pok yo'qotmoqchi bo'lgan Gorin Seksina Rojarni yana izlab keldi. Yaxshimisiz efendim, sharpimizni taqab beqni, Bekpayza. Qarg'uni tar yo'lda qissam ishni qildi degandek, Rojarni ching'lungdek sakrab qochib ketadi. Rojarning taligiga uni bir pangiz doktori bilan bekoch qo'shni qo'limdiri qutqizib oladi. "Hoy, siz nima ish qilyapsiz?" Insirmang efendim, siz qanjiq ekansiz. Qanjiq qiningiz jiqga, azroq qiningizni evitayli dedik. Qan quyoq ekansiz-da, mana azroq evitamiz. Amaliyotda bu bir qarniyat doktori bo'lib, Rojarni top va poch bodi setib etmoqchi edi. Buni o'qib qolgan Rojar ular bilan qattiq qarshilashdi. "Meni qo'yib etinglar, men shu an ham pikasmayman. O'tinib qolay, meni qo'yib etinglar. Men sizlarga Guanju, Denzhen, Juanfa qilib beraman." Gepidan ta'sirlangan qarniyat doktor oxir qo'lidagi pichoqni tashlab qo'ydi. Rojar ular ishining jarayonini tafsiliy so'zlab berdi. Endi mush qiyr xotinning nomusini chiqilmaydigan ish ustaslarni qisqa vaqt ichida millioner qilibman deb va'da berdi. Hamda planni qattiq so'qib birlikda ishni boshlaydi. Rojar bo'z Kayfonxonni izlab kelib, uningga salomatligingiz diqqat qiling, maska taqashni unutmang deb yangi maskadan birini sovg'a qildi. "Bu maskangiz qo'ltiq buraydi-ku.